Haji bizda mana shu toifda shukr sabdarlari shu bir ilga bir qala keladi. Shu bir ilga bir qala keladi. Mana bu kunlarda 40 kun vaqti bor ekan. 40 kun vaqti bor. Mavsumi qachon? Mavsumi shumal oyga ekan. Shumal oy bo'ldi, mana shu mantiqalar ammo mana shu kunlarda bo'lib qoladi. Çünkü mart oyga mantiqalar amma salqining, issiq ham chiqmar ekan, sovuq ham chiqmar ekan. Ko'p mardim kelib mana shu daraxtlardan olib ketib degan joyga ekding chiqmadi. Nima uchun? Havo bilan to'lqonga farqi bor ekan. Shu mart oyda biz mana shu bir kunda ichiga mana shu bir oyatdan kuniga 50.000 gul teramiz. Bu 50.000 gul qachon teriladi? Ertamdan bu mavzondan narish hatto uchirilib turadi. Nima uchun bu kunlarda bir xosiyati bor. Hatto tekisdan ochilib qoladi. Ochilsa, uni atrofga chiqib ketadi. Tez qotadi, tez qoladi. Uni 5,5 baja, 6 bajalar terib oldik. Terib oldik, olib kelamiz mana bu ishlarga.